Dollar kursi 12.400 12.300 ga chiqadi yil oxiriga bor. Keyingi yil pullar narxi tushib ketishi mumkin. Kim dollarda ishlaydigan bo'lsa, pullarni tillaga tikishda ehtiyot bo'ling. G'ami bilan band bo'lsin, kami bilan band bo'lsin, g'iybatdan til tiyilsin, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Bilsin, 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 hamma o'zini bilsin. Bilsin, bilsin,